Assalomu alaykum obunachilarim, sizlar bilan yana KB koordinat bo'lyapti. Uni Dilis akkauntdan ko'rishlar mumkin. Sizlarga bu akkaunt yoqdimi, yoqmadimi, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Agar kim ko'p obuna bo'lib like bosib qo'ysalaring, shu akkaunt sizlarga просто sovg'a qilaman. Просто sovg'a qilaman shu akkaunt. Нормальный аккаунт. Endi o'yinga tushamiz. Shu joyda yozib qoldiringlar, nechta gol uraman. Nechta gol urishimni yozib qoldiringlar. Qani gol. Kim to'g'ri topadi, nechta gol urishim qani? Taxmin yozinglarchi kommentariyaga. O'yin boshlandi. Like va podpiska bosib qolishlarini so'rayman sizlardan. Qancha ko'p like va podpiska yig'salaring, keyin Dilisida oson fintlarni, Dilisning sirlarini o'rgataman. Qancha ko'p like va podpiska bossalaring, obuna bo'lib, Dilisning sirlarini sizlarga albatta o'rgataman. Keyin Dilisida shu sirlarni qo'llab, odamlar yoki botlarni yutishlaring oson bo'ladi. Tak. Yozinglar. Nechta gol urishimni hozirchalik anchadan beri o'ynamaganimga yaxshi o'ynayapman. Va hozirdan yozib qoldiringlar, nechta gol urishimni qani. Bular vartavoni yaxshi ekan. Tichmenchi. Birinchi taym tugadi, lekin 0-0. Videoni shu joyda to'xtatib, nechta gol urishimni yozib qoldiringlar. Va like va podpiska bosib qo'yishlarini so'rab qolaman. Tekin narsa bosib qolinglar, iltimos. Qaranglar, birinchi yoki ikkinchi videomda bu men. Agar videoda xatolar bo'lsa, aytinglar. Shunga qo'llab-quvvatlashlaringni so'rab qolaman. Endi bitta gol bo'ldi, yaxshi o'ynayapman. O'ynaganimga 3 oy bo'ldi, 3 oydan beri PUBG o'ynayotganim men. Dilisida o'ynamayotganim. Upside. Erling Haaland. Very good.
agar kimdir ham PUBG o'ynasa, menga druzi tashlasalaring birga ulab o'ynaymiz. Nomimni aytaymi? PUBGda nomim hammasi katta. KB.M24. Hammasi katta. KB o'rtasi nuqta M24. Druzi tashlasalaring birga o'ynaymiz obunachilarim bilan. PUBG account yaqinda ochdim. Kecha bir haftacha bo'ldi ochganim. Hali 100 tashlaganim yo'q. Endi obuna, like bosib qo'ysalaring. O'zimning accountimni ham sizlarning accountlarini ham kuchaytiramiz birga. Kimga DLS account kerak bo'lsa, kommentariyaga yozsalaring. Tekinga mana shu DLS accountni beraman. Buning uchun like, obuna bosalaring bo'ldi. DLS accountlarni ko'p, bundan ham kuchli accountim bor. Ularni ham endi YouTube'ga joylayman. Endi 3-0 bo'ldi, lekin qanday 3-0 qilganini bilmayman. Alissonga pas va tugadi. Mana shu akkauntlarga sovg'a, like va podpiska bosalaring. 3 ta vartomanim bor, Alisson bilan. 6 ta himoyam bor zaminada. Polzashnik. Bular ham 6 ta. Eng ko'pi hujumchilarim. o'n 13 ta hujumchim bor, 13 ta. Ronaldo boshidan aytaman. Harry Kane, Vinicius, Salah, Martinez, Lewandowski, Dembele, Rafinha, Son, Ronaldo, Messi, Saka, Rodrigo, Kvaratskhelia. Keyin asosiy tarkibda Kylian Mbappe, Erling Haaland bor. Shu akkauntlarga sovg'a qilaman. Like bossalaring bo'ldi. Like va obuna bo'lsalaring. Alexander ham bor, yaqinda chiqqan. Endi bularni olishga harakat qilamiz. Unchalik kerak emas bu endi. Hujumchilarni ko'p ko'rib turibsizlar. Ben Polzashnik 83 85 ekan buni. Ben 83 bu 84. Mana olishimga hali ancha borda. DLS o'ynayman endi, PUBG o'ynayman, Facebook. Sizga ham normal lekin. Uchadash full qilganman. Endi DLSga ham pul tashlasam, mana shunaqa qilaman. Legendarniy. Yo, bunaqa qilaman olmosga. Olmoschalar yo'q. Bu ham normalniy. Lekin mana shu ko'proq yoqdi menga. Birinchi o'rinman lekin legendarniy. O'zimni keling. Yaxshi. Mana bu 3-level. Bu 2-level. Bu 1-level. Normal. Hayır, obunachilarim, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan yana KB kardinal bo'ldi. Like va obuna bosib qolishlaringizni so'rayman. Shu akkauntni sizlarga sovg'a qilaman. Hayır, salomat bo'linglar.